Bilasizlarmi, ikkinchilarni birinchilardan farqi nimada? Ular hayotda sizning eringiz uchun ertalab uxlay turib, qimmatbaho ukladkasini yog' hidi qilib, sizning eringizga qatlamani yog'da qovurib berishmaydi. Bu yog'iga siz ham qatlamani mana shu usulda tayyorlab ko'ring. Oqvoy, qoravoy, sariqvoy, xullas eringiz aniq bu nonushtadan keyin sizdan boshqasiga qaramaydi. Shiringina joningizni qiynab xamir qorib qatlama qilishingiz shart emas. Tayyorgina Mali brendining qatlamalarini olib, birozgina yoyib olasiz. Ichiga xohlagan nachinkangizni solib, ikkinchi qatlama bilan ustini yopib, ustida qizartirgunigacha pishirish uchun yuborasiz. Nonushtangiz yana ham shirali va mazali bo'lishi uchun ikkinchisiga desert tayyorlaymiz. Xuddi shunaqangi slayonli xamirlarini olib, yupqa qilib yoyib olasiz. Shokolad, yong'oq surib, videoda ko'rsatilgandek tugib olasiz. O'zimizga kerakli ko'rinishda pichoq yordamida kesib olamiz va yengilgina burab chiqamiz. Bu ikkinchisi emas, qattiq burab o'tirmaydi. Ustiga tuxum sarig'ini suramiz. 200 gradusda qizigan duxovka pechimizga ustilari qizarib, chiqqunigacha pishirish uchun yuboramiz. Uzoq bilan yarim soatda ikki xil nonushtangiz tayyor. Eng asosiysi, hech qatingiz yog' hidi bo'lib ketmagan, naborot shunaqangi yoqimli hid tutib ketadiki, endi o'zingizga qarashga bemalol ulgura olasiz. Xullas, qisqa qilib aytganda, o'zbek xotinlari jonini bersa beradiki, erini birovga berib qo'ymaydi. Rahmatinglarni kommentda kutib qolaman, albatta tayyorlab ko'ring.